bo'ladi. Buni eni 2 metrli daroshkalarimiz. Narxi boshlanadi 40 ming so'mdan tepaga qarab ketaveradi. Hop, ko'rishingiz bo'ladi, bu momig'imiz kvadrat metri 150 ming so'mdan. Hop, bu yerda ko'rishingiz bo'ladi, xuddi shunaqa Asel nomli kavralarimiz daroshkamiz narxi 160 ming so'mdan. Hop, bu yerda ko'rishingiz bo'ladi, o'sha momig'imiz odamlarga yoqayotgan eng beshli narsamiz. Ha, zo'r ekan bu. Bularning narxi qancha? 170 ming so'mdan. Ha. Bu yerda ko'rishingiz bo'ladi, xuddi shu momig'imizni seriya variant. Kimgadir kerak. Mana shuni yoniga qo'ying. Ko'ringlar. Kerak bo'lsa, buni yana razmerlari bor. Kimga rang anaqa assortiment kerak bo'lsa, mana zo'r anaqasi bor. Mana bu ham pashti shunga o'xshagan, sal kaltaroq, lekin bir xil bu ham. Ko'rinishi momiq. Bu yerda ko'rishingiz bo'ladi, kvadrat metr 40 ming so'mdan bo'lgan kavralarimiz, buni ham sifatlari juda yaxshi. Zo'r. Keyingi ma'mur rangi zo'r ekan. Ha, bu neobishniroq rang, qaytekka ham o'sha klassikka ham joy kelsa tushib ketadigan narsa bu. Rangi jilolanadi. Bu ham bir yoqdan och, bir yoqdan to'g'ri jilolanadi. Bu yo'l ko'rishingiz bo'ladi. Kilometr daroshka mehmonlarimizga, mijozlarimizga olib kelib qo'ydik. Kvadrat metri 35 ming so'mdan. Bu kichkinalar kaltaroqlar ekan bu. 1,5 metrliklarimiz. O'tgan xuddi shunaqa navola, xuddi shunaqa. Faqat bu sifat ko'proq. Ha. Buni daroshkalarning eng ko'p assortimentlaridan bittasi bo'lgan do'kon bu. Gilambar Uzki. Marhamat kelib, ko'rib tanlab, istalgan rangliga dana topsa bo'ladi. Hatto mana binafsha rangi ham bor ekan. Hech qaysi do'konda ko'rmadim buni.